har doim bir xil narsa. Voskni olasiz, isitasiz, surasiz va yulasiz. Voy, bu og'riq, juda og'riqli. Yo'kida shunda olasiz, junchalaringizni yulib tashlaysiz. Yo'kida britva. Oh my god, bitta olishingizdayoq ertasiga chiqadi. Oyog'ingizni qo'lingiz bilan yurg'izsangiz, qo'llaringiz bu tiklarga qiriladi. Kimga tanish, shu uchalasidan bitta bo'lsa ham vaziyat. Bu videoga like qo'yinglar qizlar. Dardimiz bor. Hozir o'zimni katta afsusum aytaman. Bilasizlarmi, 5 yil bo'lgan bo'lsa erga tegganimni birinchi depilyatsiya qilardim. Keyin depilyatsiyada tiklarni o'stirib olish kerak bo'lgani sababli uni yig'ishtirib britvaga o'tganman. Chunki er-jonni oldida jungli bo'lib yurish ozgina uyat, to'g'risini aytsam. Chunki shugaringga ham, depilyatsiyaga ham sochlaringizni 0.5 sm-gacha o'stirishingiz kerak. Tiklaringiz ilinishi uchun. Va u payt lazer depilyatsiyani bilardim, lekin u zarar deb o'ylardim. Lekin hozir olimlar nauchniy исследованияni o'qib bo'ldimki, что umuman zarari yo'q. Chunki faqatgina tiklaringiz ildizga ta'sir qiladi. Umuman matka, satka, boshqa joylarga zarari yo'q. Xullas, jon rohat ekan. Uje ataga 5 marta qildim. Uje tuklarim birinchidan juda ham kamaydi chiqishi, ikkinchidan sekinlashdi va men britva oyog'imni qilaman. U juda ham qalin tuklar, lekin o'shalar ham ba'zilari umuman chiqmay qoldi. Ba'zilari esa juda sekin chiqyapti. Ya'ni bu juda katta qulaylik. Buta ko'p gapira olmayman. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Xonzoda so'zni yozing va men sizga depilator haqida butun ma'lumotni tashlab beraman. Narxlari bilan. Meni asabim, vaqtim va pulim ancha tejaldi. Bu videoni mana qachon yaqiningizga joylab qo'ying. Shu aktualnidan ko'rsangiz bo'ladi.